yo jalka bunga olmas. Bo'ldimi? Boshqa narsa kerak emasmi? Nezirib topolmayapti. Ha, bizga bolta yasashimiz kerak. Hozir cho'p yasasak, cho'pak yasasak, cho'p bolta mana. Ko'ramiz qanday ishtir o'ldirar ekan mol. Bitta o'ldirsa zo'r. Qani mol? Mol qayerga qochib ketdi do'stlar? Mana. Ey mol, seni men ilm fan uchun o'z joningni qurbon qildim. O, yaxshi, bitta da o'ldirdi. Atakoy 9 ekan. O'zimiz voy. Mana chiqdamiz. O'zimiz eski boltalarni necha. Qara. Buniki ham 9i08. 908 farq qilmaydi ekan lekin. 312 312 bir xil ekan. Toshli bilan bir xil ekan. Ha, buniki 412 3. Da temirdek bo'lamaydi, va temir yaxshi ekan. Temirdagi 315 233 biroz farq qilar ekan. Baylida endi o'zimizda yo'q bo'lgan ekan shu. Men qilamiz. Boshqa iloj qancha deydi-ku. Qo'y. Ikkita oltinimiz bor bizlarda. Nima deyapsizlar? Hadi mana pishib qoldi. Buni bu yoqqa qo'y. Endi akasi o'ldirsak o'ldiraveraylik, ko'mirlarimizni yana yasaymiz deyishdi. Daraxt-baraxtdan. Bega qo'ysin. Bosib qo'yaylik. O'lsak shiyda o'lamiz, to'g'rimi? Ovqatlar bu narsalar pishirib cho'tki qilgandan keyin ne bo'lamiz? Buni ham yoqqa qo'shib beramiz. Yemog'ini sanni ko'rib olamiz. Oltindan yesib ko'rsak ekan. Yaxshi, bu 1i15. Buningcha 3i15. Oltindan ko'ra temir yaxshiroq ekan. 2 133 tosh oltindan hech narsa qilib bo'lmaydi. Deyarli musor narsa. 4 almas nomer 1 narsa ekan. Bitta esa lekin 3 ta ortib qolgan ekan. Hozir tursin. Bizga yomonlik tekkan yo'q-ku. Degan yaqinda uy qurib boshlashimiz kerak. Do'stlar, mana shu kanal sizlarga bitta e'lonim bor. Agar mana shu kanalda 50 ta bo'lsak, bizlar yana stream qilib ko'ramiz. Videoga like bosish, esdan chiqmasa obuna bilan. Mana olamiz. Bu ishida pishib tursa, bizlarga bir ko'raylikchi, ot degan narsa bormikan? Va do'stlar, sekret bor ekan, degan ot yo'q ekan. Ot demak, bu yerga topamiz. Aylanamiz, ancha yuramiz. Shuni buzamiz. Biza volta bor-ku. Mana. Buni ham ol. Pishirgan narsa qolmadimi? Nima yana pishirsak bular? Bo'ldi, bosh pishirgan narsamiz qolmadi. Buni sindir. Ketdik do'stlar. Agar yo'ldan ot topib olsak, yaxshi zo'r bo'lardi. Boshqa narsaga yaramaydi ekan. Qo'lim uzoqroqqa yetdi ekan, hay. Ot yo'qmi? Bitta ot topib bersang, egarim bor. Yaxshi qimmatbaho egar, temirdan qilingan. Bir parchasi. Bizda yangi o'simlik nomi yoki nimaligini kim bilar? Mana qo'ylik. Inventarda joy yo'q ekan.
tashlab turchi. Freo bosh. Nima qilsa bo'ladi bundan bilasan? Kim biladi? Nima qo'yib tursak, rang ham bermaydi ekan-ku. Kerak emas narsa ekan, ketdik. Yo'limizda davom etamiz do'stlar, ketdik qani. Şimdi fikir qilamiz do'stlar, endi yomg'ir yog'ib qoldi. Ovqatlarni yeb, bunday mazza qilib o'tiraylik. Kerak emas, masalan, o'tirishimiz kerak, to'g'rimi? Kerakmi, kerak emasmi, kerak emasmi. Kerak emas. Qolganini o'tin qilsa bo'ladi. Shunga ko'ylimiz nima? To'tana nima deydi? Bosh kerak bo'ladi. Bitta ot chiqmadi-da. Endi aniq xavfsizlik. Neyse, shunga bitta blok qo'yib qo'yamiz. Taketiki baba bo'ladi. Nima qo'ysak, yo'q foydasi. Mol. Qachon tong otadi endi? Do'stlar, sizlar videoga like bosinglar. Bitta hozircha videoni to'xtatib turaman. Yomg'ir to'xtab tong otgandan keyin yomg'ir to'xtagandan keyin keyinroq davom ettiraman. Xo'sh, mana do'stlar, video yomg'irimiz ham to'xtadi. Buni buzamiz. Bu yerdan chiqamiz. Qaychimizni olib Cho'tsa, ana qilmayapmiz. Nima deydi? Nima qilsak bo'ladi, do'stlar? Ot yo'q, boshqa yo'q, eshak yo'q, egarni bekarga yasabmiz. Qishloq chiqib qolsang zo'r bo'lardi-ku. Mana shu qishloqda yashasdik-da.
Mana shu o'rmonga boramiz deganda. O'rmonga bormasak bo'lmaydi. Tuxumni keyin nima deydi? Tuxumlar bor-ku o'zimizda. Villagerlar tuxumlari, shunga o'xshash narsalar. Ana shular qanday yasaydi, kim biladi? Biladiganlar kommentga yozinglar, o'zi nima deydi? Vyejovaniyada yasa bo'ladimi, yo'qmi onasam? Yo, bu joydan topadim. Bu joydan topsa bo'ladi, uni bilaman. Belki joydan topgan emas, sandiqlardan chiqib qolgan. Lekin yasasa bo'ladimi, yo'qmi? Shunga qiziqaman. Aniq qilib qo'yinglar. Biladiganlar kommentga yozib bersin. Bizda Minecraft ozroq qotyapti. 1.21.11 versiyada o'ynayapman. Qiziq bo'lsa kimlarga. Buyoqdan oy chiqdi, quyosh bu yoqqa kirib ketyapti. Voy. Uxlaymiz. Da, uxlak. Xo'sh. Qilish tashlab ol. Qayerga ketamiz? O'ma gullar qaynar do'stlar. Chiroyli. Hozir qolmas qo'yib. Oy. Yo'q, quyonlar bor ekan. O'lib qoldimi quyon? O'lmabdi. O'lganda go'shini olardik. Asta tog'dan tushamiz. Ketdik. Yo, Murat ketgan. Ishti format taslarga. O'tda odamlar o'sha ne chiqamiz. Ketaveramiz. O cho'chqalar bor ekan. Oy do'stlar. Do'stlar, ot topdim. Ot. Bu ot do'stlar. Buni bu ot deyiladi. Ura. Osta. Yerdan qarang. Uchaman. Do'stlar, biz uchdik. Tepaga chiqib olsak ko'ramanlar. Ot bizardiki. Xo'sh. Bitta tepaga. Ikkita tepaga. Ikkita tepaga. Xo'sh, mana bitta tepaga. Shundan xo'sh. Ne tepaga. Ne tepaga, keyin ne tepaga. Bo'ldi, ot. Ura, mana toychog'im. Mana toychog'im, qalaysan? Xo'sh. To'xta. Nima qo'yib turak? Nimamiz? Tachi o'zimizga bo'ysundiramiz ot. Toychog'im. Balamni to'laman. Tushirib tashamaysan meni. Meni tushirib tashamaysan. Sen menikisan. Davay. Menga bo'ysun. Ko'rib qol meni. Do'stlar. Baba bizlarniki ular toychoq. Yo'q, yegandan ziyod bo'ysunmayman deydi. Bo'ysunasan, davay. Qachon bo'ysunadi bu ot? Bo'ysunishga qo'ymayapti-ku. Men. Hoppa. Va nihoyatda. Xo'sh. Bunga qo'yamiz. Uncha bo'ldi-yu. Ketdik do'stlar. Endi bizlarda xo'sh. Ne qilishni qo'limizga olamiz. Do'stlar, bizda otimiz bor. Ura. Xo'sh, endi bizlar peshkom emasmiz. Shu bitta muammo bor. Nima deydi? Nima desam bo'lar? Dengizlarga to'lib kelib qolsak, otda olib o'tish qiyin bo'lib qoladi. Otim ketib
qolmasligi uchun tez qilishim kerak. Ko'mir. Bizga kerak bo'layotgan ko'mir. O'zim olib o'tirmasdim. Ko'proq yonatdi ham. Ozroq ko'rib olaylik. Otim shu yerdami? Shu yerda ekan. Ketadigan joy ham yo'q-ku, o'zi orol bo'lsa bu yer. Bitta ot uchun biz bilasizlar nima qilib chiqishimizga to'g'ri keladi hozir. Agar o'tib bo'lmaydigan bo'lsa. Otimiz. Ketib qolma, ey. Hozir bo'laman. Ozroq. Shuni ko'rib olaylik. Ketdik. Toychog'im. Hey, mana toychog'im. To'xta. Toychoq. Aytgan bo'lgan nimasini qo'yamiz, sizlar? Kommentga yozinglar qanaqa. Oho, bu yerda boshqacha toychoqlar ham bor ekan-ku. Nima deysizlar? Shu otda qolamizmi yo bu qop-qorasini minamizmi? Qora bayrga. Xo'sh. Qora bayrga minamiz do'stlar. Menga 5. Qora bayram. Biz bu yerda buni tashlaylik-da. Keyin buni yerga qo'yamiz. Qora bayrni o'zimizga o'rgatamiz. Ma, qora bayr, shoshma. O'sh, tutsoch. O'sh, araba. O'sh, meniki bo'lsin bak. Va meniksan. Min. Minamiz. Oy, bu adajit qaysar ekan. Boyagidan ham battar ekan, yomon tez tushirib tashlayapti. Mahkam. Давай. Hop, paray. Qana. O, menimcha o'rgandi-da. Mana do'stlar. Garajsizlar. Bizlar lava topdik. Yo'q. Asta. Qani ketamiz do'stlar? Kim biladi? Keta olamizmi? Qora bayrlar olib ketmoqchiman-da. Lekin qandayligini bilmayapman. Meni bitta g'oyam bor, shu g'oyam oxirgi g'oyam. Men boshqa narsa qilolmayman chunki. Shuni bosib tushtiramiz. Otni anaga o'tkazib qo'yamiz. Kemaga. Bu ham bitta variant. Может o'xshar. Qani, o'tir. Yo'q, yo'q. Ya, bo'lmaydi. Xo'sh. Bu planga o'tamiz. Plan o'xshamadi. Buni biz buni. Elchi bizlarda bir plan bor. Bu nice. Xo'sh, 4 daqiqa bo'lmoqda. Bunday qo'y. Xo'sh, mana shundan yasaymiz. Bizlar yo'lning narigi tomoniga nima deydi? O'tishimiz kerak. Mana bu şeygacha tushib olarimizda ya. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. O, bo'l. Endi ot bundan yura oladimi ekan? Bizga bemalol yuramiz, biz odammiz. Bundan hayvon o'ta olsa yaxshi-da. Agar hozir o'ta olmaydigan bo'lsa, bilmayman nima qilamiz. To'xta. Ket, tulporim. Asta bu yoqqa tushib. Xo'sh. Asta. O'sha yerdan. Yetdu. Voy. Tulpor chiq yoqqa. Suvda inobat qilmoqman. Yoki. Beh. Tulporim, chiq yoqqa. Buraya yerga chiq. Hayda. Haydi, давай, ket tushyapti tulpor. Tulporim. Короче, agar qochib ketmasligim uchun mashinani yechib qo'yamiz. Mashina tushib, sher o'zishni uxlaveramiz. Uzoqqa ketib qolma. Hozir endi minamiz. Buzib, bunga o'tiramiz. Bu yerdan qo'yib. Xo'sh. Necha minut bo'ldi? Oho. Do'stlar, hozir yarim soat deganim deyarli 1 soat video bo'ldi. Videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun videoga like bosinglar, kommentga ikkinchi qism deb yozinglar. Creative mode ham chiqarishimizni xohlasalaring, agar creative mode deb aytib ketinglar, iltimos sizlardan. Davay. Rahmat hammaga.